O'rikzorda yana bitta zo'r yangilik qilganmiz. Xudo xolasa, usta akanamiz uchun ham manfaatli bo'ladi deyman. Ko'pchilikda hozir shliftdan muammolar bo'lyapti. Ya'ni yangi chiqqan modellarda A15, A16 da juda ko'p shliftda muammo bo'lyapti, sensorda muammolar bo'lyapti. Xudo xolasa shularni ham bartaraf qilamiz. Shlift apparatlarini olib kelib o'rnatganmiz. Ko'pchilar jarayonlarini. Xo'p, hozirgi kunda shlift bo'yicha Zafar akamiz bo'ladi. Xudo xolasa shlift bo'yicha ancha yillik tajribaga ega mutaxassislar. Akamiz bilan ancha yildan beri tanishmiz va hamkorlikda ham ishlab kelganmiz shu kungacha. Hozir akamiz bilan Smart jamoasi bilan birgalikda shlift sohasida ham eng yuqori xizmatlarni sizlarga qilib beramiz. Xudo xolasa bemalol kelasizlar, akamiz shu yerda bo'ladi, kutib oladi. Shlift muammosi, oyna almashtirish bo'yicha ham umuman muammo yo'q. Edge modellarmi, oddiy modelmi, iPhone modelmi, umuman model tanlamaydi. Sirda ham, oyna qo'yishda ham umuman muammomiz yo'q. O'rikzor bozori Sion do'konida bu xizmatimiz ham bor. Yana bilasizlar, Malika deb joyimizda ham, Karsinkan ichida joylashgan. Xudo xolasa pastda raqamlar qoldiraman, bemalol murojaat qilinglar. Xudo xolasa ishinglarni yuqori sifatda bajarib beramiz.